Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. G'ishtli samaklik hamzani bitta sizlarga foydali tarafini ko'rsataman. Kelib bitta varni ko'rishni mumkin, jiyanlar mashinani bundoq yurib o'yib qo'yishibdi. Biz hozir mashinani to'g'irlab qo'yamiz. Ko'rishni mumkin. Bitta dona pichoqni olasizlar. Mana shu kesib turib, ko'rayotgan bo'lsa, tek shu joyiga o'zini kesib olasizlar. Buni bemalol ayollar o'zi ham qilib tashlashsa bo'ladi. Qiyin ish emas. Shundan kesasizlar. Tekis qilib ko'rayotgan bo'lsanglar o'zi akurat minoq tekis kesib olasizlar. Kesgandan keyin bu joyini olib tashlasizlar, ramkasini tekis qilib olasizlar. Keyingisi bu yoqqa mos tushish uchun. Mana shuni kesganingizdan keyin bu yoqni olib turib, yengisini xohlagan vaqtda asat qilgan bo'lsa tashlab olishga shoshilmaydi. Bitta dona bunisini ham mo'ljallab kursogimizni olamiz. Olgandan keyin orqasida folgasi bo'ladi. Folgasini bitta o'zingizlar ishlab olasizlar. Folgasini ishilgandan keyin yo'q, tilega haylan turgan bo'ladi. Tilega yo'q qolmaydi. Olib turib, mana shu joylarga bitta mo'ljallab yopishtirib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan turganda ham umuman bilmayapti. Yaqinlasiga kelganingizda qiyshuv kesib qo'ygan bo'lsanglargina bilinadi. Tekis kessanglar mo'ljallab turib, umuman bilinmaydi. Bemalol yopishtirib olsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, oson bitadi. Umuman qiyin joyi yo'q. Bemalol ko'rasizlar. Mana shu turli samaklik hamzani bizga obuna bo'lib qo'ygan holatda atiga 215 ming so'mdan xarid qilasizlar. Shoshilib qolinglar, do'konimizda Sergeli Index bozori joylashgan.